Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, har biringizning kelajagingizga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni muhokama qilamiz. Sizga aytadigan ma'lumotlar shunchaki navbatdagi yangilik emas. Balki sizning pensiya ta'minotingiz, keksaligingiz osoyishtaligi bilan bog'liq hayotiy zarur xabarlardir. 2026 yildan boshlab pensiya tizimida shunday o'zgarishlar kutilmoqdaki, agar siz hozirdan o'z vaziyatingizni tushunib, kerakli choralar ko'rmasangiz, nafaqat kamroq pensiya olishingiz, balki umuman pensiyasiz qolishingiz ham mumkin. Bu ogohlantirish emas, bu reallik. Shuning uchun bugungi videomni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering. Video boshlanishidan oldin esa kanalimga obuna bo'lishni va ushbu foydali videoga like bosishni unutmang. Bu menga yangi dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta motivatsiya beradi. Pensiya tizimidagi yangiliklar haqida gaplashar ekanmiz. Avvalo, tizim avval qanday ishlagani va hozir nimalar o'zgarayotganini tushunib olishimiz kerak. Eski tizim nisbatan sodda edi. Asosan, belgilangan ish staji va ish haqi miqdori asosida pensiya hisoblanar edi. Ya'ni, agar sizda yetarli ish staji bo'lsa, erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil va ma'lum miqdorda oylik daromad olgan bo'lsangiz, davlat sizga pensiya ta'minoti kafolatini berardi. Bu tizim o'z davrida yaxshi ishlagan. Ko'pchilik odamlar o'z pensiya huquqlariga ega bo'lgan. Biroq bugungi kunda dunyo o'zgarmoqda. Demografik holat, iqtisodiy jarayonlar, mehnat bozorining transformatsiyasi eski qoidalar samaradorligini pasaytirmoqda. Ko'pchilik norasmiy sektorda ishlayapti. Chet elda ishlayotganlar soni ortib bormoqda. Aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi oshmoqda. Bularning barchasi pensiya tizimiga katta yuklamani keltirib chiqarmoqda. Davlat tushundiki, agar tizim isloh qilinmasa, kelajakda butun pensiya fondi moliyaviy muammolarga duch kelishi va o'z majburiyatlarini bajara olmay qolishi mumkin. Shuning uchun 2026 yildan boshlab pensiya tizimiga tubdan o'zgarishlar kiritilishi rejalashtirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi tizimning barqarorligini ta'minlash, har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga qo'shgan real hissasini inobatga olish va norasmiy mehnatga qarshi kurashishdir. Endi esa ushbu yangi qoidalar aynan nimani anglatishini, kimlar xavotirlanishi kerakligini va kimlar xavotir olmasligi mumkinligini juda batafsil tahlil qilamiz. Bu qism videoning eng muhim joyi. Chunki unda siz o'zingizning shaxsiy holatingizni tushunib olishingizga yordam beradigan aniq misollar keltiraman. Birinchi va eng asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiya nafaqasi faqatgina ish stajiga emas, balki har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga qilgan sug'urta badallarining muntazamligi va miqdoriga bog'liq bo'ladi. Avval agar siz ishga rasman kirgan bo'lsangiz, shunchaki mehnat daftarchangizga yozib tushishi bilan ish staji hisoblanardi. Hozir esa rasmiy ishga kirishning o'zi yetarli emas. Balki siz uchun yoki sizning nomingizdan muntazam ravishda pensiya jamg'armasiga ijtimoiy sug'urta badallari o'tkazilgan bo'lishi shart. Agar badallar o'tkazilmagan bo'lsa, hatto sizda mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham, bu davr pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi guruh, norasmiy sektorda uzoq yillar davomida ishlagan fuqarolar. Keling, bunga bir aniq misol keltiraylik. Tasavvur qiling, 55 yoshli Akmal aka. Akmal aka 25 yildan beri taksichilik qilib, oilasini boqib keladi. Uning mehnat daftarchasida faqatgina birinchi 5 yillik rasmiy ish qayd etilgan. Keyin esa bir necha bor shaxsiy tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Lekin soliq va ijtimoiy badallarni muntazam ravishda to'lamagan yoki umuman to'lamagan. Akmal aka doim o'zini nafaqaga chiqishga yaqin deb hisoblagan. Chunki o'zining ishlagan yillari ko'p edi. Ammo yangi qoidalar kuchga kirgach, Akmal akaning rasmiy ish staji atigi 5 yil ekanligi ma'lum bo'ladi. Norasmiy ishlagan 20 yil davomida u uchun hech qanday sug'urta badallari to'lanmagan. Natijada Akmal aka nafaqaga chiqish uchun yetarli ish stajiga ega bo'lmaydi. U nafaqat kamroq pensiya oladi, balki umuman pensiya olish huquqidan mahrum bo'lish ham mumkin. Chunki pensiya olish uchun minimal talab qilinadigan stajni yig'a olmagan bo'ladi. U nima qilish kerak edi? Norasmiy ishlagan davrlarda ham o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazib, ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lab borish kerak edi. Ammo u buni qilmagan. Ikkinchi guruh, chet elda ishlagan va qaytib kelgan fuqarolar. Endi Evin yoshli Dilfuza opani olaylik. Dilfuza opa 10 yil davomida Rossiyada ishlagan. Bu yerda rasmiy ishga joylashgan va har oy maoshidan soliq va sug'urta to'lovlari o'tkazilgan.
O'zbekistonga qaytib kelgach, u 10 yil yana rasmiy ishda ishlab pensiya yoshiga yetganida Rossiyadagi stajni ham qo'shib hisoblashni kutgan. Biroq agar O'zbekistonning Rossiya bilan pensiya ta'minoti bo'yicha maxsus shartnomasi bo'lmasa yoki Dilfuza opa o'z stajini qonuniylashtirish uchun tegishli hujjatlarni rasmiylashtirmagan bo'lsa, u Rossiyadagi ish stajini hisoblata olmaydi. Ya'ni uning O'zbekistondagi 10 yillik rasmiy ishi yetarli bo'lmaydi. Bu vaziyatda Dilfuza opaning chet eldagi ish tajribasini hisobga olish uchun xalqaro shartnomalar yoki o'sha mamlakatdagi ishlaganligini tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishi shart bo'ladi. Agar u buni vaqtida qonuniylashtirmagan bo'lsa, bu davr yo'qotilgan stajga aylanishi mumkin. 3-guruh rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsa-da, ish beruvchisi uning uchun badallarni to'g'ri o'tkazmagan fuqarolar. Bu juda nozik va keng tarqalgan muammo. Faraz qilaylik, Girdim yoshli bank xodimi Zafar, u 10 yildan beri bitta bankda rasman ishlaydi. Har oy maoshidan barcha soliqlarni, shu jumladan pensiya badallarini ham ushlab qolishadi. Zafar o'zining kelajakdagi pensiyasi haqida xavotir olmaslik kerakday tuyuladi. Lekin ayrim vijdonan ishlamaydigan ish beruvchilar xodimning maoshidan pulni ushlab qolib, lekin uni pensiya jamg'armasiga o'tkazmaslik holatlari ham uchraydi yoki kamroq miqdorda o'tkazadi. Agar Zafar o'zining shaxsiy hisob varag'ini muntazam tekshirmasa, pensiya yoshiga yetganda uning nomidan badallar to'liq o'tkazilmaganini aniqlash mumkin. Natijada uning rasmiy ish staji hisoblanmaydi yoki pensiya miqdori kutilgandan ancha kam bo'ladi. Zafar uchun bu vaziyatda o'zining mehnat shartnomasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni saqlash va eng muhimi May 9.uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasidan o'zining shaxsiy hisob varagidagi badallar holatini muntazam tekshirib turish juda muhimdir. 4-guruh. Yaqinda nafaqaga chiqishi kerak bo'lgan, ammo yetarli staji bo'lmaganlar. Muhtarama opa 8 yoshda u 1 yildan keyin pensiyaga chiqish kerak edi. Uning mehnat daftarchasi bo'lmida 2 yillik rasmiy ish staji bor. Eski qoidalar bo'yicha unga yetarli bo'lmasa-da, ba'zi imtiyozlar bilan pensiyaga chiqish imkoniyati bor edi. Yangi qoidalar esa qattiqroq. Endi uning 15 yillik staji ham muntazam to'langan badallar bilan tasdiqlanishi kerak. Agar u 2026 yilgacha qo'shimcha 2 yil staj yig'a olmasa, u nafaqaga chiqish huquqini yo'qotadi. Chunki ayollar uchun minimal staj 2 yil. Muhtarama opaga hozirda qilinadigan eng to'g'ri ish tezda biror joyga rasmiy ishga joylashish yoki bo'lmasa ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lashni boshlashdir. Bu uni pensiyasiz qolishdan qutqarib qolishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Bu o'zgarishlardan barchamizni vahimaga solishni istamayman. Aksincha, agar siz doimiy ravishda rasmiy ishda ishlaydigan, ish beruvchingiz barcha soliqlarni va ijtimoiy sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'liq to'lab boradigan fuqaro bo'lsangiz, demak sizga xavotir olishga hojat yo'q. Sizning pensiyangiz kafolatlanadi. Masalan, davlat tashkilotida 30 yildan beri rasman ishlaydigan o'qituvchi Saida opa, uning ish staji doim to'g'ri hisoblangan, maoshidan barcha badallar o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan. Saida opaning kelajakdagi pensiyasi to'liq himoyalangan. U hatto o'zining stajini va jamg'armasini May.uz orqali istalgan vaqtda tekshirib turishi mumkin. Uning holatida pensiya miqdori ham oldingi hisob-kitoblarga nisbatan kamaymaydi. Aksincha, u ko'proq badal to'lagan bo'lsa, pensiyasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Demak, doimiy rasmiy mehnat faoliyatini yuritadigan, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiradigan har bir fuqaro bu yangiliklardan xavotirlanishi shart emas. Endi esa pensiya tizimidagi yangi qoidalarning istisnolari, to'siqlar va kutilmagan jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ham juda muhim. Chunki ko'pchilik bilmagan nozik nuanslar aynan shu yerda yashiringan. Istisnolar. Ba'zi kategoriyalar uchun maxsus shartlar saqlanib qolishi mumkin. Nogironligi bor shaxslar va ularning oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlar uchun belgilangan nafaqa turlari mavjud. Bu toifadagi shaxslar uchun stajga bo'lgan talablar boshqacha bo'lishi yoki umuman qo'yilmasligi mumkin. Masalan, tug'ma nogironligi bor shaxsga agar u hech qachon ishga kirmagan bo'lsa ham ijtimoiy nafaqa berilishi mumkin. Shuningdek, erta yoshda farzandini boquvchisi vafot etgan oila a'zolari ham maxsus nafaqa turlariga ega bo'lishi mumkin. Bu toifadagi shaxslar pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z huquqlarini aniqlashtirishlari shart. Ikkinchidan, ko'p bolali onalar uchun pensiyaga chiqishda imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. O'zbekiston qonunchiligida ko'p bolali, masalan,
5 va undan ortiq farzandi bor onalarga belgilangan yoshdan erta pensiyaga chiqish imkoniyati beriladi. Bunday hollarda ish stajga qo'yiladigan talab ham biroz kamaytirilib hisoblanishi mumkin. Misol uchun, agar oddiy ayol uchun 20 yil staj talab qilinsa, ko'p bolali onalar uchun bu muddat 11 yil bo'lishi mumkin. Bu raqamlar taxminiy. Aniq ma'lumotlarni qonunchilikda tekshirish kerak. Bu imtiyozdan foydalanish uchun esa barcha farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari va boshqa tegishli hujjatlarni taqdim etish zarur. Uchinchidan, ayrim davrlar, masalan, oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi bo'limda o'qigan davrlar yoki bolani parvarishlash ta'tilidagi davrlar ham stajga qo'shilishi mumkin. Lekin bunda ham o'ziga xos shartlar va cheklovlar mavjud. Masalan, bolani parvarishlash ta'tili davri faqatgina ma'lum muddatgacha, masalan 3 yilgacha hisoblanishi va ushbu davr uchun ijtimoiy badallar to'langan bo'lishi talab etilishi mumkin. O'qish davrini stajga qo'shish uchun ham diplom va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar zarur bo'ladi. Bu davrlarning har birini hisoblatish uchun pensiya jamg'armasiga alohida murojaat qilib aniqlik kiritish lozim. To'siqlar va kutilmagan nuanslar. Birinchi to'siq hujjatlarning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Ko'pchilikning mehnat daftarchasida xatolar, o'chirilgan yozuvlar, muhri bo'lmagan qaydlar mavjud bo'ladi. Yoki ba'zi tashkilotlar tugatilgani sababli ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlarini olish qiyinlashadi. Bunday holatlar sizning stajingiz hisoblanmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, 3 yil oldin yopilgan biror korxonada ishlagan bo'lsangiz va mehnat daftarchangizda faqat qisman yozuv bo'lsa, sizdan arxivdan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ammo arxiv yo'q bo'lsa yoki hujjatlar saqlanib qolmagan bo'lsa, bu stajni isbotlash juda qiyin kechadi. Bunday vaziyatda sud orqali stajni tasdiqlash ham mumkin, lekin bu uzoq va murakkab jarayon. Ikkinchi to'siq badallarning miqdori. Yangi tizimda pensiya nafaqasi sizning hisobingizga tushgan badallar miqdoriga bevosita bog'liq bo'ladi. Ya'ni, agar siz uchun minimal ish haqidan pastroq bo'lgan summa asosida badallar to'langan bo'lsa, sizning kelajakdagi pensiyangiz ham shunga yarasha past bo'ladi. Ba'zi ish beruvchilar xodimlarning rasmiy maoshini past ko'rsatib, konvertda qolganini berishi holatlari ham uchraydi. Bunday vaziyatda sizning pensiya jamg'armasidagi hisobingizga tushgan badallar kam bo'ladi va bu to'g'ridan to'g'ri pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Hatto stajingiz yetarli bo'lsa ham, agar to'lovlar kam bo'lsa, pensiya ham kamayadi. Uchinchi to'siq ma'lumotlarning raqamlashtirilmaganligi. Hozirda mehnat daftarchalari elektron shaklga o'tkazilmoqda. Elektron mehnat daftarchasi. Biroq ba'zi eski yozuvlar noto'g'ri kiritilishi yoki umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin. Sizning rasmiy ish stajingizning bir qismi elektron bazada ko'rinmasligi mumkin. Bu ham kutilmagan muammo bo'lib, pensiya rasmiylashtirishda kechikishlarga yoki tushunmovchiliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'zingizning elektron mehnat daftarchangizni muntazam tekshirib borish muhimdir. 4-to'siq. Xalqaro kelishuvlar. Chet elda ishlagan fuqarolar uchun pensiya stajini hisoblash masalasi dolzarbdir. O'zbekiston bir qator davlatlar bilan pensiya ta'minoti sohasida xalqaro shartnomalar tuzgan. Agar siz shunday davlatda ishlagan bo'lsangiz, u yerdagi stajingiz hisobga olinishi mumkin. Ammo buning uchun tegishli hujjatlarni, ishlaganlik haqida ma'lumotnoma, badallar to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz shart. Agar siz shartnoma bo'lmagan davlatda ishlagan bo'lsangiz, afsuski, u yerdagi stajingiz O'zbekiston pensiyasi uchun hisobga olinmasligi mumkin. Bu holatda siz ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lab, stajingizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yangi pensiya tizimi shaxsiy mas'uliyatni yanada kuchaytiradi. Har bir fuqaro o'zining mehnat faoliyati va pensiya jamg'armasiga qilgan to'lovlarni doimiy nazorat qilib borishi shart. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni to'liq tekshiring. Hozirroq qo'lingizga mehnat daftarchangizni oling. Undagi har bir yozuvni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishga kirgan va chiqqan sanalar, lavozimlar, korxona nomlari, buyruq raqamlar, muhrlar barchasi to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir xatoliklar, o'chirilgan joylar, tushunarsiz yozuvlar bo'lsa, ularni hoziroq tuzatish choralarini ko'ring. Agar korxona hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularga murojaat qilib to'g'rilattiring.
Agar korxona yopilgan bo'lsa, bu yerda ish stajini arxiv orqali tasdiqlash yo'llarini qidirishga to'g'ri keladi. Qolaversa, mehnat daftarchasidagi har bir ish joyi uchun sizning nomingizdan ijtimoiy badallar to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, sug'urta polislarining nusxalari to'plashni boshlang. Ikkinchi qadam, o'zingizning shaxsiy pensiya hisobvarag'ingizni tekshiring. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Siz mypodgov.uz elektron davlat xizmatlari portaliga kiring. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, albatta ro'yxatdan o'ting. Saytda pensiya ta'minoti bo'limini toping va ish staji va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan badallar to'g'risida ma'lumot xizmatidan foydalaning. Bu yerda siz o'zining butun mehnat faoliyatingiz davomida qaysi yillarda, qaysi korxona tomonidan siz uchun qancha badal to'langanligi haqidagi to'liq ma'lumotni ko'rishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarni mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan solishtiring. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, bo'sh joylar yoki to'lanmagan badallar davri bo'lsa, darhol choralar ko'rishga kirishing. Bu axborot pensiya yoshingizga yetganingizda sizni kutilmagan holatlardan himoya qiladi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Agar sizda yuqoridagi 2 qadamni amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'ilsa yoki shubhali holatlarni aniqlasangiz, darhol yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga boring. U yerda mutaxassislar sizga individual maslahat berishlari, sizning shaxsiy pensiya hisobvarag'ingizni to'liq ko'rib chiqishlari va barcha savollaringizga javob berishlari shart. O'zingiz bilan pasport, mehnat daftarchasi, diplom, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari kabi barcha tegishli hujjatlarni olib borishni unutmang. Ular sizning vaziyatingizni to'liq o'rganib chiqib, qanday choralar ko'rish kerakligini aytadilar. Masalan, qaysi davrlar hisobga olingan, qaysilar olinmagan va nima uchun? 4-qadam, yo'qolgan yoki rasmiylashtirilmagan stajni tiklash imkoniyatlarini o'rganing. Agar sizda rasmiy ish staji yetarli bo'lmayotgan bo'lsa yoki norasmiy ishlagan davrlaringiz mavjud bo'lsa, xavotir olmang, vaziyatni to'g'rilash imkoniyatlari bor. O'zbekiston qonunchiligida fuqarolarga ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lash orqali o'z ish stajini shakllantirish imkoniyati berilgan. Siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qancha muddatga va qancha miqdorda badal to'lab stajingizni to'ldirishingiz mumkinligini aniqlang. Bu ayniqsa nafaqaga chiqishga oz qolgan, lekin staji yetarli bo'lmagan fuqarolar uchun juda muhim imkoniyatdir. Badallar miqdori amaldagi qonunchilikka muvofiq minimal ish haqi miqdoriga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, sizdan ilgari ishlagan korxonangizdan ma'lumotnoma olib, stajni tasdiqlash ham mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot qidirishga to'g'ri keladi. Arxivlar bo'lmasa, sud orqali stajni tiklash imkoniyatlari ham mavjud, lekin bu eng oxirgi chora bo'lishi kerak. 5-qadam, hujjatlaringizni to'liq tartibga soling va saqlang. Mehnat daftarchasi, diplomlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar. Bank ko'chirmalari, agar ixtiyoriy badal to'lagan bo'lsangiz, kabi barcha muhim hujjatlarning nusxalarini olib qo'ying va ularni xavfsiz joyda saqlang. Hatto elektron shakldagi hujjatlarni ham zaxira sifatida kompyuter yoki bulutli xotirada saqlashni unutmang. Bu hujjatlar sizning kelajakdagi pensiyangizni rasmiylashtirishda as qotadi. Hujjatlardagi har qanday xato yoki yetishmovchilik pensiya olish jarayonini sezilarli darajada murakkablashtirishi yoki umuman to'xtatib qo'yishi mumkin. 6-qadam. Savodxonligingizni oshiring. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, ishonch telefonlarini bilib oling. Ishonchli axborot manbalaridan ma'lumot oling. Shubhali ma'lumotlarga ishonmang. Agar biron bir narsani tushunmasangiz, mutaxassislardan so'rashdan tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish sizning moliyaviy barqarorligingiz garovidir. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, 2026 yildan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu o'zgarishlar ayniqsa norasmiy sektorda ishlagan, chet elda ishlagan yoki o'z badallarini muntazam nazorat qilmagan fuqarolar uchun katta xavf tug'dirishi mumkin, ammo vahimaga tushishning keragi yo'q. Bugun sizga bergan barcha maslahatlarga amal qilib, hozirdan o'z pensiya masalalaringizni tartibga solishni boshlasangiz, kelajagingizni kafolatlashingiz mumkin. Unutmang, kelajagingiz bugundan boshlanadi. Pensiya bu yoshligingizda qilgan mehnatingizning mevasidir.
Bu mevani to'liq olish uchun hozirdan harakat qilish kerak. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr.